Tilla olsizlarmi aka? Davomimiz aka, nima narsa? Tilla bor edi, uydagilar jo'natib olishdi. Xo'p, ko'raylik aka. Bo'ldi, hisoblab beramiz aka. Xo'p, 3 ta uzun, bitta sipojka ekan. Aha. Siz Necha pul berishdi aka? Boshganiga 40 million berishdi. Bizning mo'ljal 45 edi, aka. O'zingiz bitta chiroyli qilib hisoblab bersangiz. 45 million, u ancha og'ir uzun ekan-ya. Shunaqa. Mana uziga odamniki bu. Почти 10 gramm. Bumikida. Ha, bilaman. Bo'ldi. Hammasini sotmoqchi aka. Shunaqa aka. Xo'p, buni toshini qayerda o'sha olib borgan joylarda chiqarib tashdimi toshlarni? Yo'q, unisidan xabarim yo'q aka, lekin. Ha, tosh shunaqa holatda berishdi. Toshlari bo'ladi, mana aka, aniq teshik joylarda tosh bo'ladi, toshlarni chiqarib tashlashgan ekan. Ularingiz lom. Xo'p, bu sipochka Midas adashmasam. Xo'p, Midas ekan, buningizni boshqa narxda qilib beramiz. Probasi bir xil, lekin Midas narxi boshqa bo'ladi aka. Bo'ldi aka. Xo'p, necha pul 40 million berishibdimi aka? 40 million berishdi. Qachon narxlatishdi 40 million berishgan? Shu pulda dedi aka. 2882. Xo'p, lomingiz aka 1 million 80 dan qilib beraman. Xo'p, 31 million 125 ming bo'pti. Buningiz 31 million 150 ming. Xo'p, 12.28 midasi 1 million 150 mingdan qilib beraman aka. Xo'p, 14 million 122 ming. 14 million 120 ming. 14 120 plus 31 150. 45 million 270 ming bo'pti aka. 45 million 300 de. Gap yo'q aka. Bo'ladi. Ko'proq berasizmi? Albatta bo'ladi. 300 ming emas aka. 5 million 300 ko'p bera olmas shekilli. 40 million dedingiz siz? Yo'q, o'zimni mo'ljalimdan demoqchiman. Ha, mo'ljalingizdan 45 edi, aka. Xolasangiz 45 qilib beraman aka, tekis qilib. Yo'q aka, sanab beraveringmi? Bo'ladimi aka? Bo'ladi aka. Xo'p, bu yoqda mana 40 million aka, sanalgan. Xo'p, mana bundan beri qo'yib bundan sizga yana 5 million 300 bersam bo'ladi. Mana aka, bu yerda 5 million 300, kelishilgandek 45 million 300. Rahmat aka, rostdan ham qimmat olar ekansiz. Sog' bo'ling. Bo'ldi, xizmat ko'rsatamiz aka. Agar sizlarda ham shunaqa tilla bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.